Assalomu alaykum. Va alaykum Otaxon, assalom. yaxshimisiz? Keling, ichkariga kiring. Bismillahirrohmanirrohim. Keling. Tuzukmisiz? Rahmat. Xush kelibsiz, otaxon. Shu vaqt Xizmat ota. uzr, ukajon. Men judayam xijolat bo'lib turibman. Qanday tushuntirsam ekan? Bexijolat gapiravering, eshitaman. Biz bir insonga $20,000 berishimiz kerak edi. O'shanga sizni aytishgan edi. Shu manzilga borsang, seni hojatingni chiqarishadi deyishgandi. Otaxon. Juda qiziq ish bo'pti-yu. Axir kim kelsa pul berib yuborish bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi-ku. Sizni umuman tanimasam, hayronman. Odamlar ham qiziq bo'lib ketdi. To'g'ri. Uzr, ukajon. Adashib kelib qolman shekilli. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam shunga kirib, shu masjidga borgan. Shu uyning sohibiga meni salomimni yetkazgin deb aytgandilar. To'xtang. O'zi shu gapdan boshlamaysizmi? Men sizni ertalab bomdod namozidan beri kutaman, ota. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam meni ham tushimga kirdilar. Rozi bo'lsin. Ey falonchi, seni oldinga bir inson keladi. O'sha insonni hojatini chiqazgin dedilar. Shunda men u insonni qayerdan taniyman deb so'radim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u inson senga meni salomimni yetkazadi dedilar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud-u salovatlar bo'lsin. Ota, iring. Qandoq bo'l. Keling. Hoji ota. Labbay. Mana bu siz so'ragan 20,000. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Topganingizga barakot bersin. Mana bu 20,000 esa mendan sizga hadya. Yo'q, olamayman. Ortiqchasi kerak emas. Mana shuni o'zi yetadi menga. Oling, hoji ota. Ey hoji ota. Bu hammasi chin ko'ngilda. Siz bilasizmi menga qanchalik ulug' narsa siz tufayli nasib etganini bilasizmi? Men har bir nafl namozlarimda Allohdan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni tushlarimda ko'rishni so'rardim. Sizday qalbi pok inson sabab bo'ldi bunga. Alloh meni duolarimni eshitib, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni tushimda ko'rishni nasib etdi. Alloh rozi bo'lsin. Bu pullar, bu yolg'on dunyoning bir matohi, ota. Bularning hammasi sinov, ota. Alloh menga sizday inson orqali payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rishni nasib etdi. Alhamdulillah. Shuning uchun hoji ota bularni oling. Qandoq bo'larkin endi? Endi bir hammamizni, butun mo'min musulmonlarni bir duo qiling. Lahomi.
vatan sihatli, xotirjamlik ato qilib, Amin. o'zidan begona qilmasin. Allohim Assalomu alaykum.